yo'l yursak ham mo'l yurib, biz Adanadan Anqaraga yetib keldik. Mana qadimiy Anqara qal'asini oldida turibmiz. Anqaraning eng yuksak nuqtasi. Anqara juda tarixiy shahar, lekin obidalar ko'p saqlanmagan. Mana shu miloddan avvalgi 2-asrda bunyod qilingan qal'a ekan. Kelgan sayyoh borki, birinchi Anqara qal'asidan boshlaydi ziyoratni. Biz ham shunday qilamiz. Biz ham shunday qilamiz. Aytib o'tishimiz kerak, biz kun qorayganda kelyapmiz Anqaraga. Anqaradagi safarlarimizni, tasvirga olishlarimizni ertaga davom ettiramiz. Mana shu bilak uzukdan sizga bitta olib beraymi? Olib bering. Anqaradan deb eslab yuraman. Aynan shu yerda ham bizning ajdodlarimizga bog'liq nuqta bor. Saljuqiylar juda qadrlagan ekan, bu yerda o'zlarining markazi sifatida ham foydalangan ekan. Nazira qarang, mana shu toshlar ming yilliklardan so'zlaydigan toshlar mana shu. Haqiqatan ham qancha tarixga guvoh, qancha taqdirlarga guvoh tosh devorlar. Oson emas ekan-a bu qal'aga chiqish ham. Endi yuksakliklarga, cho'qqilarga chiqish oson bo'lmagan hech qachon. Lekin bu mehnatga arziydigan manzarani guvohi bo'lamiz hozir. Nazira, va nihoyat biz o'sha cho'qqiga chiqdik. Qarshi ol Anqara, biz yetib keldik. Qadim shahardan turib zamonaviy Anqaraning, zamonaviy Turkiyaning bir dinamikasini his qilgandek bo'lasizda boshqacha. Keling, tomoshabinlarimizga ozgina Anqaraning poytaxtlik maqomiga erishish haqida ham tarixni qisqa eslatib o'taylik. Ya'ni 1923-yilda poytaxt maqomini olgan. U paytga qadar bilasizmi, Anqarada mana shu Anqara qal'asi va uni atrofidagina bir qishloq sifat joy bo'lganda, mana shu ko'rib turganlarimiz qadimiy uylar. Lekin uni atrofida shahar bo'lmagan. Va turklarda buyuk sarkardasi, buyuk davlat rahbari Mustafa Kemal Atatürk Istanbuldan poytaxtni Anqaraga ko'chirgan va bu tarixiy 102 yil bo'ldi. Ko'z o'ngimizda, qarshimizda turgan shahar 102 yillik shahar. Aslida Shunqor, biz mana shu yerda 1000 yillik tarixning nafasini his qilib turibmiz. Haqiqiy o'tmish bilan zamonaviylik chorrahasi deymiz-ku, shu chorrahada turgandaymiz. Bizda yangi Toshkent qurilyapti-da va yangi shahar bunyod bo'lyapti. Umuman mamlakatda yangi shaharlar paydo bo'lyapti-da. Mana qarang, men bekorga eslamadim-da, 100 yillik tarixda. 100 yildan keyin bizning avlodlarimiz mana shunday eslashadi. Bugun Mustafa Kemal Atatürk bunyod qilgan Turkiyani butun turk borki qalbida asraydi. Bugun Shavkat Mirziyoyev bunyod qilayotgan O'zbekistonni ham 100 yillar o'tar, 200 yillar o'tar avlodlar albatta eslaydi. Chunki tarixiy ishlar bo'lyapti. Aslida shunday, har bitta bugungi amalga oshirilayotgan loyiha, har bitta obyekt, har bitta yangilik asrlarga daxldor. Juda go'zalda tog'lar ustida shaharlar bunyod qilingan. Qarang, jasorat bilan, qat'iyat bilan ana shunday tog'larda shahar qursa bo'ladi-da. Kun davomida ertaga qiziq bo'lgan bir manzillarga borishni reja qilganmiz. Demak, bizni sayohatimiz Anqaraning eng baland nuqtasidan boshlanyapti. Ketdik. Biz katta shahar ko'chasida emas, bir sanoat zonasining ichidagi yo'lda yuribmiz. Tasavvur qiling, bu yerda ishlab chiqarishning turli yo'nalishlari, mashinasozlikdan tortib, aviatransportlar, samolyotlar, vertolyotlar, shu bilan birgalikda umuman hayot uchun kerak bo'lgan barcha texnik mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ya'ni bu Ostim sanoat zonasi. Tasavvur qilyapsizmi? Bitta sanoat zonasida 70 mingta odam ishlaydi. Odam degani bu Qoraqalpog'istonda bir 3 ta tumanni aholisi degan, agar bundoq qaraydigan bo'lsak. Bu 1967-yildan beri faoliyat yuritadi. Dunyoda bunaqa tarixiy sanoat zonalari ham kamdan kam. Va biz nima uchun bugun aynan Ostim sanoat zonasiga keldik? Kelishimizning sababi aynan mana shu katta sanoat zonasini o'xshashi, ya'ni filiali desak ham bo'ladi, Toshkent viloyati Zangiota tumanida tashkil qilinyapti. 100 gektar maydonda mana shunday sanoat klasteri qurilyapti. Ostim sanoat zonasini bilasizmi? Unikalligi, o'ziga xosligi nimada? Biz o'rganishimiz kerak bo'lgan jihati nimada? Bu klaster.
Ya'ni toki mutaxassis tayyorlashdan boshlab eng mukammal ishlab chiqarish jarayonigacha bo'lgan bosqichlarni bosib o'tadigan jarayon shu yerda tashkil qilingan. Ayni shu yerda universitetda hozir bizga ma'lum qilishdi, mutaxassislar 20 dan ortiq o'zbekistonlik yosh mutaxassislar kelib o'qishni boshlagan, chunki ular ertaga bizda ochilayotgan sanoat zonasida yetakchi muhandislar, injenerlar bo'lib ishlash kerak. Tomoshabinlarimizga aytib o'tamiz, biz bugun eksklyuziv intervyu olamiz. Ostim rahbari, bosh ijrochi direktori O'rxan Aydin bizga intervyu bermoqchi. U kishi Toshkentda bo'lgan, davlatimiz rahbari bilan uchrashgan va davlatimiz rahbarini ana shunday ochiqlik siyosatini yaxshi qadrlaydigan insonlardan biri. Va albatta O'zbekiston desa, o'zbeklar desa yuragi boshqacha uradigan Turkiyaning yetakchi biznesmenlaridan biri. Eng muhimi bilasizmi? O'rxanbek o'zbek. O'zbek ekan. Ya'ni Qizilcha Hammom degan shaharda tug'ilgan qadim o'zbeklardan ekan. Demak, biz sayohatimizni Ostim shaharchasi bo'ylab, sanoat shaharchasi bo'ylab sayohatimizni boshladik. Ankara'daki Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nin bir benzeri Özbekistan'da kuruluyor. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Sizga O'zbekistondan ko'p salomlar olib keldik. Biz sizni yaxshi bilamiz. Sizda ham O'zbekistonda qurilayotgan sanoat zonasini muassisisiz bizni mamlakatimizda juda yaxshi bilishadi. Bizning ilk savolimiz, sizda O'zbekiston bilan qanday boshlandi bog'lanish nuqtasi? Öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz Özbekistan'dan. Biz tabii ata memleketimiz olduğu için oralarla zaten bir gönül bağımız var. Ayrıca benim memleketim Ankara Kızılcamam. Kızılcamam'da Özbekler köyü var. Avvalo, xush kelibsiz. Albatta O'zbekiston bizning ota yurtimiz. Shu sababli u yer bilan qalbimizda tabiiy bir bog'lanish bor. Mening o'zi tug'ilib o'sgan joyim Anqaradagi o'zbeklar qishlog'i. U yerda Shayx Ali Samarqandiy hazratlarining maqbarasi joylashgan. Shu bilan birga boshqaruv kengashimiz raisi o'rinbosari Sidqibey ham Konyadagi toshkentliklardan. Bu nima degani? Demak, bizning ildizlarimiz o'zbek diyoriga borib tutashadi. Biz sizlarni o'zimizga og'ayni, aka-uka deb bilamiz. Ona yurtimizdagi jarayonlarni bu yerdan doim kuzatib turamiz. Doim bir savolni o'ylaymiz. O'zbekiston bilan qanday iqtisodiy munosabatlarni yo'lga qo'ya olamiz? U yerda yashayotgan qardoshlarimizga qanday naf keltirishimiz, taraqqiyotga qanday hissa qo'shishimiz mumkin? Mana shular ustida izlanishdamiz. Albatta, O'zbekistonning so'nggi yillardagi yangi taraqqiyot sur'ati, yangilanish jarayonlari bizni ham qiziqtirmoqda. U yerda o'zimizni tanitish va O'zbekistonni yaxshiroq tanish uchun harakat qilyapmiz. Biz O'zbekistonga bir necha marotaba ishbilarmonlar delegatsiyasini olib borganmiz. Bir safarimizda juda katta delegatsiya bilan bordik. 55 nafar ishbilarmon bilan Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xivaga tashrif buyurdik. Ham ziyorat, ham savdo maqsadida. O'sha safarimizda biz Qizilcha Hammom shahri hokimi o'rinbosarini ham olib bordik va Samarqand yaqinidagi Oqdaryo tumani bilan Qizilcha Hammomni qardosh shahar sifatida bog'ladik. Biz endi O'zbekistonga tez-tez borib kelyapmiz. Men faoliyat yuritayotgan sanoat zonasida taxminan 7000 ga yaqin korxona bor. Ostim dunyodagi ko'plab mamlakatlar bilan aloqalar o'rnatgan. Bizning sanoat zonamiz Turkiyada takrori bo'lmagan o'ziga xos modelga ega. Korxonalar, ularga xizmat qiladigan ta'lim muassasalari, texnoparklar, kasb-hunar maktablari va universitet barchasi bir ekosistemani tashkil etadi. Dalada yurgan texnikalar, havoda uchayotgan qurilmalar, dengizdagi transport, quruqlikdagi mashinalar, media texnologiyalar ularning deyarli barchasida Ostimning bir bo'lagi, bir detali yoki bir mahsuloti bor. Chet eldan kelgan mehmonlarga bu tuzilmani tanishtirganimizda ularning katta qiziqish bildirishiga guvoh bo'lamiz. Ularda ham bunday tuzilmaga ehtiyoj borligini aytishadi. O'zbekiston tomonidan
tomonidan ham, xususan muhtaram prezident Shavkat Mirziyoyev janoblari taklifi bilan biz O'zbekistonda sanoat hududi barpo etish vazifasini oldik. Prezidentingiz bevosita bu ishga qiziqish bildirdi va uning ko'rsatmalari bilan ish boshladik. Ayni vaqtda Toshkentda Turk sanoat hududi loyihasiga start berilgan va muayyan bosqichga yetib kelgan. Shu bilan birga boshqa sohalarda ham hamkorlikni kengaytirishga harakat qilyapmiz. Ohangarondagi sanoat hududi qurilishida ham bizning mutaxassislarimiz ishtirok etdi. Bularning barchasini yanada kengaytirishni istaymiz. Chunki yangi O'zbekistonning dinamikasini, uning yetakchisining uzoqni ko'zlagan siyosatini biz bu yerdan juda yaxshi his qilyapmiz. Prezidentingiz tashriflari va ikki mamlakat rahbarlari munosabatlari tufayli Turkiya-O'zbekiston aloqalari misli ko'rilmagan darajada rivojlandi. Biz esa bu yaqinlikni amaliy mazmun bilan to'ldirishga harakat qilyapmiz. O'zbekistonda o'tgan biznes forumda ham ishtirok etdik hamda turk va o'zbek sanoatchilari o'rtasida ko'plab uchrashuvlar tashkil qildik. Biz bu yerda ham O'zbekistonning o'ziga xos elchisi sifatida korxonalarimizni O'zbekistonga yo'naltirmoqdamiz. Hamkorlikni yanada rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Universitetimizda hozir 25 nafar o'zbekistonlik talaba tahsil olmoqda. Ularni alohida e'tibor bilan o'qityapmiz. Ular bizning korxonalarda stajirovka qilib, keyin o'z mamlakatlari ravnaqi uchun hissa qo'shish imkoniga ega bo'lishlari uchun tayyorlayapmiz. Meni hozir yonimda Marjona Bahodirova turibdi. Asli Samarqandning Payarig'idan, Chelak qishlog'idan, ya'ni Imom Buxoriyning maqbarasi joylashgan hududda tug'ilib o'sgan qizimiz hozirgi kunda ayni shu universitet talabasi hisoblanadi. Hozir mana shu universitet bo'ylab sayohatimiz Marjona bilan bo'ladi. Avvalambor xush keldingiz. Bizim universitetga, Ostin texnik universiteti sanoat zonasida yagona universitet. Siz necha yildan beri o'qiysiz bu yerda? Ikkinchi kursman o'zim, IT bo'yicha o'qiyman, sun'iy intellekt yo'nalishida. Biz uchun juda dolzarb soha bugun, butun dunyo uchun dolzarb soha sun'iy intellekt. Hatto prezidentimiz bugun sun'iy intellektni bizning tarmoqlarimizga joriy qilish bo'yicha ko'p ishlar qilyapti. Bizim prezidentimizga rostdan ham rahmat aytishimiz kerak, chunki 2024-yili sun'iy intellekt o'zbek tilida yaratish uchun imkoniyatlar yaratib beribdi. Bu juda ham zo'r va juda ham yaxshi bir natija. Ko'rib rosa xursand bo'ldim. O'zim ham hozir yordamim tegsin deb turib, IT bo'lim boshlig'i bilan birgalikda ish olib boryapman. Ostin texnik universiteti studentlarga sanoat ishida, muhandislik, robot yaratishda, boshqa ishlar bo'yicha hammasini dars jarayonida ko'rib borishadi. Amaliyot bilan. Aynan bitta hammasi. Marjona, boshlang. 9000 ta talaba bor. O'zimiz O'zbekistondan kelgan studentlar ham bor. Bu yerda yana nimalar o'rgatiladi? Fakultetlar ko'p bu yerda. Asosan muhandislik bilan aloqali bu yer. O'zbek talabalari bilan ko'rishib turasizlarmi? Ko'rishamiz. Har yili may oyida O'zbekistonda tanitim kunlari bor. O tanitim kunlariga qatnashamiz, chiroyli ko'rsatib beramiz O'zbekistonimizni. Biz ana shu yoshlarda tezroq ilm olib mamlakatga qaytib, bizning sanoatimizni mana shu Turkiyaning erishgan natijalari qadar bir yetkazishni juda istaymiz-da. O'zbekistonlik talabalar ham bor ekan. Ular qanaqa o'qishyapti bugun? Universitet talablarini bajara olyaptimi? Chunki biz ulardan juda ko'p narsa kutyapmiz. Ben buna iki şekilde cevap veririm. Ben aynı zamanda işletme bölümü öğretim üyesiyim. Birincisi. Men bu savolga ikki jihatdan javob beraman. Birinchidan, men o'zim ham biznes menejment bo'limi o'qituvchisiman. Ikkinchidan esa xalqaro aloqalar uchun mas'ul rektor o'rinbosariman. O'zbekistondan kelgan talabalarimiz juda salohiyatli, ilm o'zlashtirishi, ilmga muhabbati juda baland. Magistraturada tahsil olayotgan talabalarimiz ham bor. Ayni paytda O'zbekistonda Ostimga o'xshash tuzilma barpo etilmoqda. Uning tarkibida universitet ham bo'ladi. Biz istaymizki, bu yerga ko'proq o'zbek yoshlari kelsin. Biz ularni shu yerda tayyorlaymiz. Keyin esa ular bizning modelni o'zlashtirib, bu yerda olgan bilim va amaliy ko'nikmalarni O'zbekistonda joriy etishsin. Yaqinda O'zbekistondan kelgan bir talabamiz magistratura bosqichini muvaffaqiyatli yakunladi. U hozir Yevropada, Bryusselda doktorantura dasturini boshlagan. Bakalavr va magistratura bosqichlarida o'ta mehnatkash talabalarimiz bor. Biroq soni jihatidan yanada ko'payishini istaymiz. Biz buni O'zbekiston tomonidan kutib qolamiz. Shuning barobarida O'zbekistonda tashkil etiladigan universitetga albatta maslahatchilik qilishni va shu yo'nalishda qo'llab-quvvatlashni istaymiz. Daha artmasını arzu ediyoruz, bekliyoruz Özbekistan'da. Hozir biz universitetimizni laboratoriya xonalari bo'lgan joyga keldik. Asosiy yeri bu yer. Mamlakat o'zini sanoati uchun kadrlarni yetishtiradigan bir joy desak bo'ladi-da. Ham studentlar bu yerda dars bo'lyapti, hamda laboratoriya jarayoni amaliy holda ishlashyapti. Qarang, yer to'liq laboratoriyalar. Hammasi qiziqarli darslar bo'ladi. Bu yer ham eng katta laboratoriya xonasi. Sanoatdagi eng son texnologiyalarda studentlar dars mobaynida ko'rib boradi. Bular hammasi son, eng oxirgi texnologiyalar.
shu korxonada turadigan jihoz shu yerda turibdi, ya'ni aynan ishlab chiqarish shu yerda ko'rishadi. Faqatgina eshitish emas, o'zi yaratish imkoni borligi uchun ham katta olimlar, katta loyihachilar yetishib chiqyapti. Marjona, siz aynan sun'iy intellektni qaysi yo'nalish bo'yicha? IT kodlama bo'yicha, ya'ni Python, Java darslarini olyapman hozirgi vaqtda. Keyin dasturlash darslarini olaman. O'zbekistonda ham 1 million dasturchi degan g'oyani ilgari surgan prezidentimiz. Xuddi shunday ko'rdim, o'qidim hammasini internetdan. Juda ham xursand bo'ldik, chunki prezidentimiz biz uchun shuncha imkoniyat yaratyapti. Hatto IT park ochilibdi. O'zimizni O'zbekistondagi studentlarga ham aytamiz, bunaqa sharoitdan foydalanish kerak. Prezidentimiz shunaqa katta imkoniyatlar yaratgan, bundan foydalanib o'qish kerak. Marjona, keyin sizga o'xshagan yoshlarimiz albatta vatanga qaytib, tajribasini Albatta o'rgatish vatanga kerak. qaytishimiz kerak. Shuncha imkoniyatimiz borkan, boshqa davlatda qolib ishlashimiz ham noto'g'ri. Bilgan narsalarimizni O'zbekistonga borib, o'zimizning yurtdoshlarimizga sunmamiz, u boshqa narsa. Albatta. Marjona, biz o'z niyatimiz bor ediki, butun o'zbek millatdoshlarimizni, yoshlarimizni yig'ib bir davra qilib suhbat qilmoqchi edik. Afsuski, universitetda o'zining talablari bor. Telefon qildim hammasiga, hatto darsda bo'lishgani uchun uzrlarini Albatta. Chunki biz ularni ta'lim olish uchun yuborganmiz bu yerga. Bizga ularning ilmi kerak. Sizga katta rahmat deymiz. Nasib bo'lsa, millatni buyuk yoshlari sifatida mamlakatga qaytib, xuddi jadid bobolarimiz qaytib ko'p ishlar qilgani kabi sizlardan ham mana shunday umidimiz bor. Sizga tashakkur. O'zbekistonda ko'rishguncha xayr. Mustafa abi, siz O'zbekiston haqida bilasizmi? Sayın Cumhurbaşkanımız da atılımlarını tabii ki görüyoruz. Yurt dışı ile ilgili olan iş ve işleme, Türkiye ile olan irtibatlarını. Muhtaram prezidentingizning amalga oshirayotgan islohotlarini, ayniqsa xorijiy davlatlar bilan, jumladan Turkiya bilan bog'liq aloqalar va hamkorlik yo'nalishidagi faoliyatini albatta ko'rib, kuzatib bormoqdamiz. Albatta O'zbekistonni bilmaslik mumkin emas, biroq biz uchun eng yaqin va aniq misol O'zbekistonda OSTEM modeli yaratilayotganidir. Biz bu borada juda yaqin hamkorlik qilib kelyapmiz. So'nggi davrda amalga oshirilayotgan ishlar universitetimiz uchun juda ham foydali deb hisoblaymiz. Muhtaram prezidentingiz butun turk dunyosi uchun ham, butun dunyo uchun ham, ayniqsa yoshlar uchun juda muhim bo'lgan ishlar qilyapti. Agar OSTEM kabi unikal modelni O'zbekistonda ham yaratish jarayonida birgalikda ishlasak, bu juda manfaatli bo'ladi. Biz birgalikda kuchlimiz. Biz ham o'z navbatida universitetingizga o'qituvchilarimizni yuborib, dars berishlarini ta'minlashimiz mumkin. Biz munosabatlarimiz vaqt o'tishi bilan yanada mustahkamlanishiga ishonamiz hamda umid qilamiz. Shu munosabat bilan prezidentingizga minnatdorchilik bildiramiz. Yani hem Cumhurbaşkanımıza tabii teşekkür ediyoruz oldukça. Bu yerda OSTEM iqtisodiy zonasida 60 mingdan ortiq kishi ish bilan band ekan. O'zbekistondagi sanoat zonasida ham xuddi shunaqa rejalar bormi? İnşallah. Orada tabii yer orası buraya göre biraz daha küçük ama orada... O'zbekistonda ham shunday imkoniyatlar yaratilmoqda inshaalloh. Toshkentda qurilayotgan sanoat zonasida ham minglab ish o'rinlari, zamonaviy ishlab chiqarish, eksport va kasb hunar ta'limi bo'ladi. Ayni paytda eng birinchi qilingan ishlardan biri kasb ta'limi markazlari tashkil etishdir. Kasb hunar litseyi va kasb hunar oliy maktabi. Biz turklarning qo'limizda nima bo'lsa, O'zbekistonda ham shu imkoniyatlar bo'lishini istaymiz. Türkiye'de ne varsa Özbekistan'dan da o olsun istiyoruz biz. Ko'p yillik tadbirkor, 92-yildan beri shu sanoat zonasida faoliyat yuritar ekan. Bu haqida biz o'qidikda. Siz bugun bizni davlat rahbarimiz Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan investitsion siyosatni, Turkiy birlikda hamjihat bo'lishiga qo'shayotgan hissasini katta bir deylik biznes vakili sifatida qanday baholaysiz? Şimdi tabii daha önceden de Özbekistan'ı biz biliyorduk ama Albatta, ilgari ham biz O'zbekistonni bilar edik, lekin u yerda bizga nisbatan siyosiy yoki davlat rahbari darajasida keling, bu yerda ish qiling degan taklif yoki yaxshi muomala bo'lmagan. Ya'ni o'zaro iliqlik yetishmasdi. Ammo mamlakatingiz boshqaruviga yangi lider kelishi bilan munosabatlarda katta bir jonlanish, siljish, quvvat paydo bo'ldi. O'ziga xos bir hamkorlik muhiti vujudga keldi. Biz buni juda yaxshi his qildik. Shundan keyin biz O'zbekiston bilan munosabatlarimizni yanada rivojlantirish haqida qaror qabul qildik. To'g'ri, ilgari ham O'zbekiston bor edi, lekin unda ochiq va pragmatik siyosat yo'q edi. Yangi davrda esa biz O'zbekistondan kuchli bir da'vat, chaqiriq oldik. Bu yerdagi ishlarimizni birgalikda qilaylik degan taklif bo'ldi. Biz uchun bu juda muhim va qimmatli taklif edi va o'z o'rnida va'daga muvofiq juda ko'p rag'bat, ko'mak va qo'llab-quvvatlov bo'ldi. Bizga berilayotgan hurmat va e'tiborni ko'rgach, qalbimiz, niyatimiz albatta
o'sha tarafga moyil bo'ldi. Shuni bahona qilib, biz ham O'zbekistonda ish qilishga, u yerdagi faoliyatlarni rivojlantirishga, bu yerdagi kompaniya va sanoatchilarni o'sha tomonga yo'naltirishga harakat qilyapmiz. Tom ma'noda biz sizning madaniyat elchilaringiz bo'lib qoldik. Chunki bizning sivilizatsiyamiz islom sivilizatsiyasining asosiy beshigi, ilmiy muhiti aynan o'sha yer bo'lganini hozir boshqa manbalar orqali yanada aniq bilyapmiz. Bizga bir kitob tavsiya qilishgan edi. Yo'qolgan ma'rifat degan. Xorijliklar yozgan kitob. Unda Yevropadagi Renessansning ham manzarasi aslida Markaziy Osiyoda, O'zbekistonda ilmiy muhit va olimlarning ishlaridan boshlangani yoziladi. Shu bois biz bu yangi dunyoda ham, yangi sivilizatsiya shakllanishida ham aynan o'sha boy meros, o'sha madaniy ildizlar yana yo'l ko'rsatuvchi kuchga aylanadi deb ishonamiz. O kültürün yeniden yol gösterici olacağına inanıyoruz. Prezidentimiz shuning uchun ham bizda Islom sivilizatsiya markazini bunyod qilyapti. Imom Buxoriy hazratlarining maqbarasini qayta bunyod qilyapti. Imom Buxoriyga hali bormadingizmi? İmam Buxoriy Hazretleri bizim için de çok önemli. Imom Buxoriy hazratlari albatta biz uchun ham juda muhim. Shu bilan birga Moturudiy hazratlari ham aqida borasida bizning imomimiz. U zotlarning ziyoratgohlariga borganmiz, ko'rganmiz, kuzatib boramiz, o'qib o'rganamiz. Shu ma'noda O'zbekiston prezidentining ayni shu markazlarni barpo etgani, Imom Buxoriy hazratlarining maqbarasini go'zal bir qiyofaga keltirgani oliyjanob va tahsinga loyiq ish. Islom olamida unutilmas voqea. Aniq aytganda biz o'zimizni O'zbekistonda yana bir bor qaytadan kashf etayotgandekmiz. Yeniden kendimizi Özbekistan'da keşfediyoruz yani öyle söyleyeyim. Biz hozir mana shu Osim texnoparkini meditsina jihozlari ishlab chiqaradigan Elmet korxonasidamiz. Bu firmaning rahbari mana Erxan Koruk, bu kishi muhandislar bu yerda. Keling bizga gapirib bering, ko'rsating, boshlang, buyurun. Kardeş biz. Bizim firmamız böbrek taşı cihazları, kırma cihazları üretmek üzere 1991 yılında. Bizning kompaniyamiz 1991-yilda buyrak toshlarini maydalash uskunalari ishlab chiqarish maqsadida tashkil etilgan. Turkiyada ilk bor buyrak toshini maydalaydigan qurilmani yaratdik. Keyinchalik esa dunyo miqyosida ham ilk yangiliklarga qo'l urdik. Bir necha yil oldin, taxminan 5-6 yil avval Avicenna Roboflex deb atalgan qurilmani ishlab chiqardik. Bu qurilma buyrak jarrohlik amaliyotlarini robotlashtirilgan tarzda amalga oshiradi. Ushbu texnologiyaning patenti bizga tegishli bo'lib, bu dunyodagi ilk ishlanmadir. Bu qurilma Germaniya, Buyuk Britaniya, Polsha, AQSh va boshqa ko'plab davlatlarga sotilgan. Shuningdek, ko'plab nufuzli tibbiyot darsliklarida u haqida ma'lumot alohida bo'lim sifatida kiritilgan. Biz uni Ostim texnoparkida ishlab chiqardik. Bu texnologiyaning o'ziga xos jihati shundaki, ilgari buyrak toshlarini maydalash uchun asosan tanadan tashqarida ta'sir etuvchi ESWL tizimlari qo'llanilar edi. Biz yaratgan qurilma esa hech qanday kesish yoki teshishsiz inson tanasining tabiiy yo'llari orqali kirib, buyrak toshini maydalash va chiqarib tashlash imkonini beradi. Demak, mana shu yerda o'tiradi, doktor. Qurilma bemorning yonida joylashadi. Shifokor esa undan ancha uzoqda turib ishlaydi. Shu tariqa shifokor ham rentgen nurlanishidan uzoq bo'ladi hamda qo'l bilan bajariladigan operatsiyaga nisbatan kamida 24 barobar aniqlik bilan amaliyotni bajara oladi. Chunki qo'l bilan qilinadigan bunday operatsiyalar jarrohni ham, bemorni ham juda charchatadi. Nimaga bunga Avicenna deb ot qo'ydilaringiz? Ibn Sino deb. Şimdi yurt dışında bazı robotlar var. İşte Da Vinci gibi, Magellan gibi. Xorijda ayrim robotlar bor. Masalan, Da Vinci, Magellan kabi. Biz ularni o'rgandik. Ularning barchasi o'z olimlarining, o'zlari uchun qadrli bo'lgan shaxslarning nomlari bilan atalgan. Biz esa bu qurilmani dunyoda birinchi bo'lib chiqarganimiz uchun unga Ibn Sino nomini berishni istadik. Qalbimizdan shu o'tdi, chunki Ibn Sino nomi xorijda Avicenna sifatida juda mashhur. Ibn Sino nomini berganimiz uchun dunyodagi ko'plab turkiy xalqlardan va umuman musulmon olamidan juda iliq munosabatlar oldik. Masalan, Angliyaning dunyoga mashhur klinikasida ishlaydigan turk shifokori shunday fikrni aytadi. Endi bizga nisbatan yanada hurmat bilan qaray boshlashdi. Bu holat turk dunyosi uchun ham muhim, chunki texnologiya sohasida ham rivojlanishimiz kerak. Buni narxi qancha narxi? 700.000 euro civarı. 700.000 euro. Evet. Mana shugina 700.000 euro turadimi?
Evet, yani bu ikisi Ilmni qudrati, yaratuvchanlikni qudrati nimada namoyon bo'ladi. Ya'ni tibbiyot jihozlarini ishlab chiqarish ham sanoatga, iqtisodiyotga qancha katta foyda keltirishini mana shu misolda ko'rib turibmiz. Hozir bular Zangiotada ana shu ishni boshlayapti. O'zi haqida ko'p gapirdik. Nasib bo'lsa, yaqin kelajakda bizda ham mana shu tibbiyot texnologiyalarini yaratadigan katta imkoniyat, salohiyat yaraladi. Bu mamlakatga bilasizmi qancha investitsiya, qancha deylik mablag'da valyutani kirib kelishini ta'minlaydi. Bu O'zbekistonda bormi, yo'qmi bu? O'zbekistonda maalesef henüz yok. Afsuski O'zbekistonda bu texnologiya yo'q. Ibn Sino O'zbekistonga albatta qaytish kerak. Siz inşallah alacak olursanız biz kardeş ülkeyiz. Agar siz sotib olishga qaror qilsangiz, biz birodar davlat sifatida imkoniyatlarimizdan kelib chiqqan holda sizga yanada qulay shartlar bilan yaratib beramiz. Biz daha uygun size elimizden gelen imkanları sunarız. Ha, o'zimiz yaratamiz nasib bo'lsa, biz sizlar borib mana sanoat zona ochyapsizlar, shu yerda bu ham albatta bo'ladi. Sizga tashakkur. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Qardoshligimizni hurmat qilganingiz uchun, bobomizni hurmat qilib mana shu Ibn Sino deb qo'yganlaringiz uchun biz sizni O'zbekistonda kutib qolamiz. İnşallah biz memnuniyetle geliriz. Siz bir buyuk sanoatchisizda, dunyoning eng katta sanoat zonasini rahbarisiz. Bugun O'zbekistonda sanoat sohasida olib borayotgan siyosatini siz to'g'ri deb bilasizmi? Siz ya'ni kuzatuvchi sifatida buni qanday baholaysiz? To'g'ri yo'ldamizmi yoki nimalardir isloh qilishimiz kerak? Başlangıcı Türkiye ile olan ilişkilerin gelişmesi son derece kıymetli. O'zbekiston Turkiya munosabatlarining rivojlanishi juda qimmatli. Prezidentingiz bildirgan ushbu fikr shunga ishora qiladi. Agar siz O'zbekistonda biror ish qilayotgan bo'lsangiz, turk birodarlarimiz bu ishni qanday qiladi? Qanday tajribaga ega? Bir ko'rib qo'ying. Bu juda muhim signal. Chunki Turkiyaning katta tajribasi bor. Demak, Turkiyaning O'zbekiston bilan bo'lishadigan juda ko'p yutuqlari, amaliyotda sinab ko'riladigan tajribalari bor. Agar shu tajribalarni O'zbekistonda tatbiq qilsak, rivojlanish yanada tezlashadi. O'zbekiston rahbariyatining o'zi ham, mening anglashimcha buni juda istayapti. Shu bilan birga turk dunyosi doirasidagi hamkorliklar ham juda qimmatli. Chunki bu yangi dunyoda davlatlarning yolg'iz holda katta ish qilishi mushkul. Ko'proq hamkorlik, ko'proq birdamlik va birlashgan kuch kerak. Ayniqsa so'nggi yillarda dunyoda sodir bo'layotgan voqealar bizni bir-birimizga yanada yaqinlashishga, bir-birimizga suyanishga, birgalikda ish qilishga chorlamoqda. Birodarlik rishtalarini mustahkamlash kerakligini ko'rsatmoqda. Shuning uchun biz ham o'z qadimiy sivilizatsiyamiz ruhini qayta uyg'otib, birdamlik rishtalarini mustahkamlashimiz kerak deb o'ylayman. Dolayısıyla biz de eski medeniyetimizi yeniden harekete geçirip daha sıkı bağları sıkılamamız gerektiğini düşünüyorum. Masalan, 1967-yildan boshlanganda Ostinning faoliyati va u yillar davomida taraqqiy etib borgan. Bugun dunyoda ko'ryapmiz, juda ko'p katta korporatsiyalar jar yoqasiga kelib qolyapti, sanoatlar deylik izdan chiqib ketyapti. Dunyo o'zi shunday bir iqtisodiy bo'hronlarda davrda yashayapti. Ostinning bu qadar deylik uzoq yillar davomida bu qadar takomillashib borishida qanday bir qadriyat bir ustuvor bo'lgan, nima asos bo'lgan bunga? Chunki bu O'zbekiston uchun ham yaxshi tajribada buni bilishimiz. Şimdi burada tabii ben de Sanayi Bakanlığı'nda çalıştım. Geçmişte bürokraside de çalıştım. Albatta, bu yerda shuni aytishim kerakki, men o'z vaqtida sanoat vazirligida ham ishlaganman. Shuningdek, Turkiyaning sanoatlashuv jarayonini kuzatgan, tahlil qilgan, bu masalalar ustida jiddiy o'ylab kelgan insonman. Bugun kichik va o'rta biznes subyektlari butun dunyo miqyosida juda qimmatli tuzilmalar hisoblanadi. Afsuski, ba'zi davlatlar buning ahamiyatini har doim ham to'liq anglab yetolmaydi. Faqat yirik tizimlar, katta zavod, fabrikalar, xalqaro kompaniyalarga e'tibor qaratadi. Go'yoki muammo ana shu yo'l bilan hal bo'ladi degan tasavvur paydo bo'ladi. Aslida esa yechim bu emas, haqiqiy yechim tadbirkor ya'ni inson o'qib, ta'lim olgandan so'ng o'z ishini ochib, tadbirkor bo'lib, ish o'rinlari yaratishi eng muhim vazifalardan biri. Ostinda shakllangan tuzilma ham asosan shu g'oyaga tayanadi. Shuningdek, kichik va o'rta korxonalar inqirozlarga eng chidamli tuzilmalar hisoblanadi. Ular o'zining moslashuvchanligi sababli o'zgarishlar, transformatsiyalar va iqtisodiy inqirozlarga tez va samarali moslasha oladi. Shu bois bunday korxonalarning yashab qolishi, barqaror ish yuritishi ancha osonroq bo'ladi va sanoatda eng muhim qoidalardan biri klaster usulida ish tashkil etish. Biz bu yerda kashf etgan eng muhim jihatlardan biri hamkorlik, kuchlarni birlashtirish va o'zaro raqobat asosida hamkorlik qilishdir. Bizim burada keşfettiğimiz şeylerden bir tanesi bu. En önemli farklarımızdan bir tanesi bu. İşbirliği, güç birliği, ortaklaşa rekabet. O'zbekiston prezidenti bilan uchrashdingizmi? Görüştük. İsmen o iş formunda da bahsettim.
Ko'rishdik. U kishi biznes forumda bizning nomimizni bevosita tilga oldi va Ostimning bu yerda bo'lishini istaymiz deya ta'kidladi. Hozirgi kunda jamoamiz, hamkasblarimiz bu yerdagi ishlar bilan jiddiy shug'ullanmoqda. Bu loyiha ayni paytda Turkiya uchun nufuzli loyiha bo'ladi. Chunki hozir Turkiyaning eng yirik holdinglardan biri, Oyak Holdingi bizning hududimizdan yer sotib oldi va u yerda qishloq xo'jaligi, kimyoviy vositalari hamda urug'chilik seleksiya yo'nalishida faoliyat olib borishni rejalashtirmoqda. Bu esa O'zbekiston uchun ham juda qimmatli va ahamiyatli loyihadir. Ve tohumculuk üzerine çalışma yapacak. Bu Özbekistan için de çok kıymetli. Bu yerda nimaiki ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, uning ilmiy ishlanmalari ayni mana shu Prota texnoparkida birinchi ishlab chiqariladi. Hatto buni bir Silikon vodiysi desa ham bo'ladi, Ostim sanoat zonasini. Bu kishi olim insonlar, Besim Baranoglu, doktor, dunyoda analog yo'q texnopark bu. Bizga tanishtiring, doktor Besim. Prota aslında Avrupa Birliği'nin bir fonuyla kurulmuş bir merkez. Prota aslida Yevropa Ittifoqining granti asosida tashkil etilgan markazdir. Bu yerdagi asosiy maqsad kichik va o'rta korxonalarga prototip ishlab chiqarish bo'yicha ko'mak berishdan iborat. Korxonalar bozor talabidan kelib chiqib, yangi mahsulot yaratishni istaydi. Buning uchun esa o'sha mahsulotning namuna nusxasini tayyorlash zarur bo'ladi. Ana shu prototipni ishlab chiqarish jarayonida korxonalar Prota markaziga ehtiyoj sezadi. Bu yerda ommaviy seriyali ishlab chiqarish yo'q. Markaz faqat kam miqdordagi, yangi yaratilgan yoki yaqin kelajakda ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan mahsulotlar uchun mo'ljallangan. O'zbekistonda xumo qushi kim yasadi buni? Bizim buradaki arkadaşlarımız Bu yerdagi hamkasblarimiz buni televizion stanokda kesib tayyorlashdi. Mana biz uchun esdalik sifatida mana shu texnoparkdan O'zbekistonda ramzi sanalgan xumo qushini yasab berishdi bir pasda. Ya'ni bu yerda lazer kesmasi yordamida. Yan tarafta da bizim Maker Space dediğimiz Yon tomonda esa biz Maker Space deb ataladigan hudud bor. Bu yerga korxonalar o'z xodimlari bilan kelib, uskunalardan o'zlari mustaqil ravishda foydalanishlari mumkin. Bu yerda ayrim texnikalar borki, ularni boshqa ishlab chiqarish texnologiyalari orqali amalga oshirib bo'lmaydi. Biz esa ularni aynan shu yerda bajara olamiz. Ya'ni birgina nusxada bo'ladigan buyumlarni ham shu yerda ishlab chiqarish imkoniyatiga egamiz. İmal edilecek bir şeyi burada üretebiliyoruz. O'zbekistonda ham Ostimda sanoat zonasi qurilyapti-da. Xabaringiz bormi? Haberim var. Ha, u yerga bu texnopark qanday aloqasi bo'ladi? Tabii ki belli bazı ortaklıklar yapmayı isteriz. Özellikle Albatta biz muayyan hamkorlikni yo'lga qo'yishni istaymiz. Ayniqsa O'zbekistondagi korxonalarda prototip ishlab chiqarish ehtiyoji bo'lgan taqdirda ularga bu yerda yordam berishga tayyormiz. Shuningdek, zarurat bo'lsa, biz o'zimiz O'zbekistonga borib, ayrim texnikalar va texnologiyalarni o'sha yerning o'zida qo'llash orqali ham ko'mak berishni istaymiz. Yardımcı olmak isteriz. Bunaqa texnopark Turkiyada yana bormi, yo'qmi? Bunun benzeri yok. Buning aynan o'xshashi yo'q, ammo shu turdagi ayrim texnologiyalar qo'llaniladigan boshqa markazlar tashkil etilgan. Bu yerda bugun ishlab chiqarilayotgan nimalar yaratilgan? Birçok şirkete prototip imalat yaptık. Biz ko'plab kompaniyalar uchun prototip ishlab chiqardik. Ayrim detallarni esa faqat namuna sifatida ko'rsatish uchun shu yerga saqlab qo'yganmiz. Faqat qaysi kompaniya uchun nima ish qilishimizni oshkor qila olmaymiz. Hangi firma için ne yaptığımızı söyleyemiyoruz. Hozir O'zbekistondan 25 ta yoshlar kelib o'qishayotgan ekan bu yerda. Ular ham bu yerga kelib ko'ra oladimi? Tajriba o'rgana oladimi? Tabii ki, tabii ki. Albatta, albatta. Kelib ko'rishlari mumkin, tanishib chiqishlari mumkin. Doim eshigimiz ochiq. Ularga bu katta maktab bo'ladi va O'zbekistonda ochilayotgan Ostim sanoat zonasida yangi mahsulotlar yaratilishi uchun tajriba orttirishadi. Doktor Besim. Evet. O'zbekiston 24 kanalini logosini yasab bera olasizmi? Evet, onu çıkartacaklar şimdi. Bo'ldi, kutamiz bo'lmasa. Logoyu yerleştirdikten sonra 15 saniyede çıkar. Mana bizda logotipimiz tayyor bo'ldi. Mana hozirgina issiqqina tandirdan chiqdi. Biz buni o'zimiz bilan olib ketamiz va albatta ishxonani kiraverish eshigiga ilib qo'yamiz buni. Mana shunday Turkiya O'zbekiston do'stligini ramzi sifatida bizga ana shuni eslatib turadi. Sizga
kattakon tashakkur aytamiz. Ben de teşekkür ederim. O'zbekistonga albatta boring. İnşallah. Biz sizni o'zimiz texnoparklarimizda aylantiramiz. Bizda ham sizni hayratlantiradigan juda ko'p narsalar bor. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. O'zbekiston rahbari bugun o'zbek xalqini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha juda katta siyosat olib boryapti va bunda asosiy kuch tadbirkorlar ekanini har doim ta'kidlab keladi. Ya'ni ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni yelkamda ko'tarib yuraman degan juda katta bir gapni aytganda va shuning uchun ham investorlarga juda katta yo'l ochib qo'yibdi. Mamlakatda deylik barqarorlik, farovonlikni ta'minlash uchun. Aynan turk qardoshlarimiz bilan bo'layotgan munosabatlarda zamirida ham shu. Ikkita yelkadosh, qardosh millat bir-birini qo'llab-quvvatlashi. Biz sizga bu borada tashakkur aytamiz. Ya'ni bizda mana shunday minglab o'rinli ish o'rni yaratadigan katta klaster tashkil qilayotganingiz. Bizda davlat rahbarimizni da'vatiga labbay deb javob berganingiz uchun o'zbek o'laroq sizga tashakkur aytamiz. Siz bilan bugun shu yerda uchrashyapmiz. Nasib Toshkentda, O'zbekistondagi Ostin hududida uchrashishni niyat qilamiz. Mana shunday katta ishlab chiqarishning qaysidir qismi O'zbekistonda ochilib, hozir shunqor aytganda yangi ish o'rinlari, yangi investitsiya, yangi salohiyat bu albatta o'zaro hamkorlikning asosiy maqsadi. Rahmat sizga. Vaqtingizni oldik. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat sizga. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldık. Rahmet. Sizga teşekkür. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalarımız Özbekistan için de hayırlı olur, faydalı olur. Men ham chin dildan katta rahmat aytaman. Inshaalloh olib borayotgan ishlarimiz O'zbekiston uchun ham xayrli va foydali bo'ladi. Albatta bizning bu yerdagi yagona maqsadimiz pul emas. Biz faqat foyda orttirish yoki daromad qilish niyati bilangina O'zbekistonga bormaganmiz. Buning ortida biz uchun muhim bo'lgan ma'naviy qadriyatlar bor. Shu sababli biz u yerda chiroyli, mazmunli va uzoq muddatli ish qilishni istaymiz. Faqat shu loyiha bilan cheklanib qolmasdan, ayni paytda O'zbekistonga foyda keltiradigan boshqa yo'nalishlar ustida ham bosh qotiryapmiz. Hozirda hududiy boshqaruvimiz u yerda faoliyat olib bormoqda. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish maqsadida Ostim tizimi sifatida bundan keyin ham harakatlarimizni izchil davom ettiramiz. Yana bir bor barchangizga xush kelibsiz deyman. O'zbek birodarlarimizga, O'zbekiston xalqiga shu yerdan samimiy salom va hurmatlarimni yo'llayman. Sog' bo'linglar, bor bo'linglar. Ben de tekrar size hoş geldiniz diyorum. Özbekli bütün kardeşlerimize, Özbek halkına buradan selam ve hürmetlerimi iletmek istiyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Biz ham xursand bo'ldik. Şu sizin, bunlar sizin. Dunyoning eng yirik sanoat zonasi hisoblangan, sanoat klasteri sanalgan Ostindagi sayohatimiz shu nuqtada o'z nihoyasiga yetyapti. Lekin bilasizmi, bu yerdagi sayohat kunlab davom etishi mumkin. Chunki tasavvur qiling, 6000 dan ortiq korxona faoliyat yuritadigan katta bir klaster bu. Bilasizmi? Mana shu shaharchaning ichida qatnaydigan o'z metrosi bor, o'z shifoxonasi bor va o'z shaharchasi bor. Bu yerda aholi ham istiqomat qiladi hatto. Do'kon deysizmi, ishlab chiqarish deysizmi, hammasi bir joyda. Mana bunday ish markazlari deysizmi, banklari. Biz nima uchun aynan Anqaraga, Turkiyaga tashrifimizda Ostim sanoat zonasiga kelganimizni suhbatlarimizda yaxshi angladingiz. Sababi bizda ham ayni shunday klaster bunyod bo'lyapti. Buni bunyodkori, buni tashabbuskori shubhasiz davlatimiz rahbari. Ya'ni bizda ham mana shunday ishlar bo'ladi. Tasavvur qiling, qani edi bizda Zangotada qurilayotgan markazimizda ham kelgusida 60 ming, 70 mingta odam ishli bo'lsa, rizq-ro'zli bo'lsa, unda 6 ming, 7 mingga yaqin tadbirkor faoliyat yuritsa, qani uni ham o'z metrosi bo'lsa, yaqin kelajakda biz ham ayni shunday marralarga erishamiz. Sababi qat'iyatli, yuksak siyosiy irodali davlat rahbarimiz ahd qilgan bunga va mana shunday turk qardoshlarimiz bilan qo'lni qo'lga berib bugun ish yurityapti. Bugun strategik sherik maqomiga ko'tarildik. Yalpi ichki mahsuloti bo'yicha dunyoda 11-o'rinda turadigan Turkiya bilan bizni bu qadar qardoshlik aloqalarimizni qayta tiklanishi, davlatimiz rahbarini deylik, ana shunday jasorati bugun xalqimizga faqat yaxshiliklar keltiradi. Naziraxon, Anqaradagi bizning sayohatimiz qanday bo'lyapti? Men-ku mana Ostim sanoat zonasini oldim. Siz boshqa bir tadbirlarda bo'ldingiz. Men esa hozir Turkiya parlamentiga borib, ana shu yerda O'zbekiston Turkiya parlamentlararo do'stlik jamiyati rahbari bilan suhbatlashdim.
Siz analitiksiz, tahlilchisiz. O'zbekistonda avvalgi siyosat davrida ham borgansiz. 2017-yildan keyin ham ko'p boryapsiz, faol munosabatlarni guvohi bo'lyapsiz. Qanchalik bugun O'zbekiston-Turkiya munosabatlari rivojlanishning, hamkorlikning yangi yuqori bosqichiga chiqdi? To'g'ri, men 2007'den bu yan O'zbekistonning nanini suyunu yeyip içken adamman. Elbette tarixshunos bo'lganim uchun ham O'zbekiston tarixi bo'yicha keyin diplomasi sahasida ishlaganim uchun qarashlarimiz o'zgardi zaman ichida. O'zbekistonda 2017'den hurmatli prezident Shavkat Miromonovich janob aliylari rahbar bo'lgan paytdan keyin bitta gap aytilyapti. Yangi O'zbekiston, O'zbekistondagi yangiliklar. Açıkını aytsam, tarih nazariyasi bilan qaraganimda 8 yılda şu O'zbekistondagi tüpten yengilenish prosesini inobatga olganimizda bu açıkını aytsam bir revolütsiya. Nima uchun deseyler? O'zbekiston prezidentini maqtash meselesi emas bu. Bu analiz qilish. Bu ilmiy jihatdan tahlil qilish meseleni. Endi 8 yılda şu O'zbekistondagi o'zgarishlar, mesela başka qaysi memleketlerde bo'lgan tarixni qaraymiz. 2006-2016 yılları arasında O'zbekistonga kelgan seyyahlarning soni nechtaydi? 10 milyon. Uzağı 10 milyon. O'tgan yılı O'zbekistonga kelgan seyyahlarning soni nechta? 10 milyon. Mana sizga fakt. Bir memleketning 10 yılda algan seyyah, mihman, turistni bir yılda algenini yengilik degenimizde şu sel noksanlık buladı. Bu açık bir revolütsiya. 8 yılda kılıngan siyasi Özbekistan'ın cihan mikyasıga çıkışga ulgurish politikaları, siyaseti prezidentin rehberliği de komandası bilen tüpten yengileniş prosesinin neticesini rakamlar özü ait yaptı. Ondan taşkarı hürmetli prezident işe düşken payda ben o yerde TİKA teşkilatında başlık bulup işlerdim. Aldığın şu samimiyetini gördük bu kişide. Nime için? Bu kişi Kuçe'deki hayatını, kışlaktaki hayatını, tümendeki hayatını, Nukus'tan Kumgurgan keçe, Surxondaryo keçe, Kuvadan Alat keçe, hemen yadaki şart şeraitini yaxşı bilgen adamdı. Biz şunu his kıldık. Nime nutuklarından. Ben keç günün saat 12-1 keçe ofiste işlegenden keyin uyga kelip saat 1'lerden keyin işte Özbekistan 24 başka emtelegatı işli kanaka televidenyalar bolsa ertelep 4 keçe şularını görerdim. Bu kişinin gepleri, bu kişinin Özbekistan bilen bağlılık aytgenleri bizge yol haritası bolardı. Aral muamması. Mesela biz barıp Aral boyunda işledik. İçgerilerge, kıyınçeliklerini, kemçiliklerini, nimeler kılış gerek şularını analiz kıldık. 30 da traktörünü yan beyan koyup kayardan tapamız şu traktörlerini. Karnağa kılamız. Çölde, deşte kattin tapamız bularını hep 4 aydan keyin hürmetli prezident o yakka barıp şeraitini körüp milli haşar ilan kılayapmız dep ilan kılıştı. 1200'te traktörünü bir cayga yığıp şu Aral'daki saksavul ormanlarını berpa etiş işleri başkattan başlandı. Öz memleketinin şart şeraitlerini şunaga yaxşı biledigen adam elbette ki bir rehber ne fakat regional hem cihan mikyasıda hem işlerge başlık kılı yaptı. Devlet halk üçündür. Halk devlet için emez. Şiarını orta yerge koyup Merkezi Asya'da hem bir revolüsyonu başlatken adam Şevket Mirziyoyev. Devlet için işlegen, devlet için hareket kılgen, devlet için yaşayan bir tarihini başkattan tüpten özgeriş nimesiydi. Şu ilan kılışıydı bu. Bu kette cesaret bilesiz mi? Tarihte kaladigen lider rehberlerinin hususiyetlerinden bittesi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Respublikası'nı teşkil tapken adam şu adam. 100 yıldan öttü. Lakin fikirleri, kılgen işleri, tesiratı, mirası haliye mi yaşa yaptı? Hem bu yerde yaşa yaptı hem cihanda yaşa yaptı. Bana Şevket Mirziyoyev Cenab-ı Alilerinin hem kılgen işleri şunaga. Şimdi dünya yengilenme yaptı. Dünya başkattan kurulu yaptı. Şevket Mirziyoyev Cenab-ı Alilerinin regionda Merkezi Asya'da koşnulardan başlap cihanın başka tamanlarındaki kette küç bolgen İktisadi tamandan, siyasi tamandan kette küç bolgan memleketler bilen yürütedigen politikaları, siyasetlerini kelgüsü 20-30 yılda bu cihanda nimeler boladı, devletlerinin pozitsiyaları nime boladı, şart şeraitler nime boladı, şularını körgen yani bir beşaratını köre yapmam bu kişinin. Bir beşarat var. Hem Merkezi Asya'daki tinçlik,
meselesini uçlap alış hem cihanın başka tamanlarında, Garp tamanda, Şark tamandaki güçler bilen alakanı urnatış, alakanı berkarar kılış, iktisadi ve siyasi cihetten şularının kerek bolganligini ko'rib, bunga qarab bir politikalar silsilesi ötkezi yaptı. O'zbekiston siyosati. Keling, endi bir tushlik qilsak. Bilasizmi, xorijga chiqqan o'zbek borki, birinchi bo'lib o'zbek oshxonasini izlaydi. Mana bir necha kundan beri sog'inyapmiz o'zimizni. Ko'p davlatlarda xizmat safari bilan bo'lganmiz va albatta bir narsaga iqror bo'lganmizki, o'zbekni taomidan ko'ra shirinroq taom yo'q. Izladik, topdik biz Anqaradan. Farg'ona kafesi bu. Hozir mana shu kafega Taomning bir kirib, bo'lagi mana shu yerda. nima yeymiz bu yerda? Osh. Bu yerda bir tadbirkor yigit bor. Ham bu yerda o'qir ekan, menejerlikda ham mana shu kafeni boshqaruvi bilan shug'ullanar ekanda. O'zi asli Shahrsabzlik. Qarangda qiziqligini, kafening nomi Farg'ona. Yigit Farg'ona degan kafe ochibdimi? Ha, endi yurtda bir bo'lagini qo'yganda ismini. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat akajon. Ismingiz nima edi? Ibratjon akajon. Ibratjon. Ana Ibrat bo'lib yuribsanmi? Shunday akajon. Juda go'zal joyda ekan. Xuddi shunday akajon. Bu yon tarafimiz parkimiz bor, bu yon tarafimizga akvarium dunyomiz bor. Odamlar ko'p kelishadi. Odamlar ha shunaqa, odamlarimiz ko'p, mushtarlarimiz zo'rda. shunaqa. Degan odam qayta kelgisi keladi. Xuddi shunday. Aytadi-yu, Toshkentning tarixini yegan chimchiq qayta qaytgisi keladi deb. Qani boshlangchi? Turkchasiga boshlang nima bo'ladi? Buyuring. O'zi Anqarada sizlardan boshqa ham o'zbek oshxonalari bormi, yo'qmi? O'zbek oshxonasi men kelgandan beri bir marta ko'rdim, lekin kichkina o'zbek oshxonamiz bor. Uni qaqqaligim to'g'risi bilmayman, internetdan ko'rdim uni. Demak, raqobatchi yo'q ekanda sizga. Raqobatchi yo'q shunaqa hozircha. Hozir o'zbeklar eshitib qolsin, ko'rasiz. Mana shu yerga olib kelib turadi. Biznikilar hozir oyda ham osh pishirishyapti. Shunaqa. Qachondan ish boshlagan bizga aytingchi buni? 2021-yil avgust oyidan boshlagan. Ha, 4-5 yil bo'libdi-da boshlanganiga. Nasib bo'lsa 5 yil bo'lib qoladi. Anchagina oyoqqa turib olibsizlar, sababi oshxona biznesi qaysi yurt bo'lsin, qay davlat bo'lsin, qiyinroqda boshida boshlash. Bu yerda O'zbekiston bayrog'imiz, Turkiya bayrog'imizni yonma-yon qilib qo'yibmiz. Baq O'zbekiston milliy kiyimlarimiz. Kelgan mehmon albatta mana shu bayrog'imizni ko'rib, milliy liboslarimizni ko'rib va taomimizni yeb chiqib ketadigan joy. Xuddi shunday, shunaqa. Siz bu yerda faqat tadbirkorlik qilasizmi? Tadbirkorlik qilamiz shunaqa. Keyin tadbirkorlikdan tashqari o'qiymiz. Bo'limimiz ham xuddi shunday biznes menejerlik bo'limiga o'qiymiz. Anqara Haj Bayramveli universiteti 1-sinf o'quvchisiz. Ham ilm olyapsiz. Ham ilm olyapmiz, ham ilmdan tashqari ishlashga kelib faqat yordam berib ketamiz. Qancha odam ish bilan ta'minlangan? Hammasi o'zbek yigitlarmi? Burada hozir 10 ga yaqin ishlarimiz bor. O'zimizdanmi yigitlarimiz? O'zimizdan, ha. Sirdaryodan kelishgan, Andijondan kelishgan, Navoiydan kelishgan. Nima taomlar pishirasizlar bu yerda? O'zbek milliy oshimiz bor, mantimiz bor, somsamiz bor, keyin sho'rvalarimiz bor. O'zbek oshxonasi nima ovqatimiz kerak bo'lsa, hammasini tayyorlab beramiz. Shaharsabz nimasi bor? Shaharsabz shashligi bor, somsasi bor aka. Ha, ana. Yeymiz hali. Oshpaz qayerda oshpaz? Oshpaz Navoiylik. Ha, butun mamlakatga yig'ib kelibsizlar. Shunaqa. Kelganlar nima deb ketyapti bu oshxonadan? Hozir rahmat, oshxonani boshqa ko'rmagandik. Oshlaringizga rahmat, o'liga sog'lik deb ketadi. Anqaradagi o'zbeklarni jam bo'ladigan joy desak ham bo'ladimi buni? Shunday, ha. Qarang, elchixonadan kelib turishadi. O'zbekiston, Qirg'iziston, O'rta Osiyoning qanaqa elchixonalari bo'lsa, hammasi bu yerdan zakaz berib ovqat yeb ketishadi hozir. Bu diplomatik byuro bo'lib qoldi. Diplomatik xuddi shunday. Diplomatlar gaplashadigan joy. O'qituvchilar kuni bo'ldi, kuni kecha o'qituvchilar kunini ham o'tkazib berdik. Bugun nishonlab ketishdi bugun. Turklar o'z bayramlarini ham shu yerda nishonlashadi. Shunaqa. Tug'ilgan kun, tadbir, to'y marosimlari hammasini qilib beramiz. Qoyil qolishimiz kerak. Bugun turk oshxonasi O'zbekistonda juda ko'p o'rin egallayotgan bir paytda biznikilar ham dog'dan qolmasdan kelib Turkiyada shunday oshxonalar ochayotganini o'zi tahsinga loyiq. Baribir bizni xalqimiz, bizni yigitlarimiz, yoshlarimiz baribir harakatchan madad qilish kerak. Rahmat. Zo'r. Mana qarang, eng muhimi, siz qanchalik o'zbek taomi tayyorlayman deb ko'krak kermang, agar uni mahsuloti o'zimizniki bo'lmasa, baribir chiqmaydi. Sizlar nima qilasizlar? Guruchni O'zbekistondan olib kelasizlarmi? Hamma narsasini O'zbekistondan olib kelamiz. Yog'ini, guruchini, sabzisini ham O'zbekistondan keladi. Bir osh yeb ko'rmaymizmi? Ko'raylikchi endi, shuncha keldik. Oshxona qilaylik agar. Xo'p, qilib beramiz. Keling, mana shu yerda bir osh ustida mana shu yerda ozgina gaplashaylik. Osh yeb ko'raylik endi. Qarang. Hamma narsa o'zbekona. Paxta gulli piyola, paxta gulli choynak. Mana uni bilasizmi? Bu Qashqadaryoning somsasi shu yerda. Ana oshimiz ham kelyapti. Chiroyli go'shtlarni, qarang go'shtlarni. Qani oldik. O'zbekda bir gap bor. Osh ko'tarma bosh deydi. Tamlari qanday yo'qdimi hammalaringizga? Juda zo'r, barakat toping. Buni ko'rinishini qarang. Shuning uchun ham bu UNESCO ro'yxatiga kiritilgan oshimiz. Naziraxon, keling, mana bu do'ppilardan kiysak, haqiqiy o'zbek bo'laylik. O'zbek qayerda bo'lmasin o'zbek.
Mana shuni Surxondaryo, Qashqadaryoni ayollari kiyishadi. Shu yon tarafda tursa kerak menimcha. Bir jiyak do'ppi deydimi, nomi ham bor. Buni qarang, mana bu yerda O'zbekistonda bayrog'i bor ekan. Qarang, uncha zo'r. Bayroq tikib chiqqan ekan. Qani bitta keyinchi. Qanday zo'r, a? Men Surxondaryo do'ppisini kiyib o'tiribman-da. O'zbek oshxonasida. O'zbek oshxonasida. Haqiqatda sizlarga rahmat aytamiz. O'zbekning bir nafasini, ruhini mana shu yerga olib kela olganingiz uchun, singdira olganingiz uchun. Haqiqiy vatanparvarlik uchun. Mana qarang, bir paytlar faqat turk tadbirkorlarigina O'zbekistonga borib tijorat qilishardi. Davlatimiz rahbari shunday bir sharoit qilib berdiki, o'zbek tadbirkori bugun Turkiyaga kelib tadbirkorlik qilyapti-da. Xuddi shunaqa. Buni o'zi ham katta gap. Prezidentimiz ko'plab davlatlarga borib, prezidentlar bilan aka-ukaday munosabat bildirganda biz bag'oyatda xursand bo'lyapmiz. Masalan, Turkiya prezidenti bilan uchrashganda biz tadbirkorlar uchun ham juda katta imkoniyatlar ochilyapti. Turkiya prezidenti bilan O'zbekiston prezidenti aka-ukaday bo'lib qolganlarni internetdan ko'rsak ham xursand bo'lamiz. Bordi, keldi, ko'payib qolsa bizning biznesimizga ham yaxshi, tijorat qo'shiladi. Qayerdaki o'zbeklar katta bir qudratga ega bo'lsa, katta bizneslarni boshlasa, biz faqat quvonamiz. Prezidentimiz Amerikaga borganda o'zbek tijoratchilari bilan ko'rishdi. Shunaqa. Fransiyaga borganda o'zbek tijoratchilari bilan ko'rishdi. Quvonasan, katta gigant korxonalar rahbarlari bordi o'zbeklarning orasidan. Maqtanasan, g'ururlanasan. Qani siz ham kelajakda shunday bir tadbirkorga aylansangiz ajab emas? Albatta, ajab emas. Biz bir paytlar faqat Toshkentda, O'zbekistonda turk restoranlarini, turk kafelarini ko'rib o'rganganmizda, bo'lar ekan mana Turkiyada ham shunaqa o'zbek oshxonasini ochilishi, xudo xohlasa, siz shunqor aytgandek katta biznesmen bo'lib ketsangiz, siz haqingizda yana film olgani kelamiz. Nazira, osh sovib qoldi. Xalqimizda yana bir odat bor, osh sovutmaydi. Oshga marhamat. Mana shu qo'shiqni tinglab, qalbi titramaydigan, ko'ziga yosh qalqmaydigan o'zbek bo'lmasa kerak, ayniqsa musofirchilikda. Anqaraning markaziy xiyobonlaridan birida joylashgan mana bizning ajdodlarimizga bir turk xalqining hurmati, ehtiromi desak mubolag'a emas, odam shunday g'ururlanib ketadi. Aslida Al-Xorazmiy ajdodimiz bo'lmaganda mana shu qo'lingizdagi gadjetlar ham bo'lmas edi. Buni nafaqat turk xalqi, balki butun dunyo e'tirof etayotgan bir haqiqat. Ikki qardosh xalqni, ikki aka-ukani do'stligini ramziga aylangan bog'ga kelyapmiz-da. Bu bog' ham yaqindagina tashkil qilingan. Qarang, shunaqa bir so'lim, go'zal joylar. Ey bola, Al-Xorazmiy kimligini bilasanmi? Al-Xorazmiy biliyorsun? Biliyorum. Kim Al-Xorazmiy? Matematik bo'ldi herhalde. Matematik bo'lgan. Shu bola ham taniydi, ko'ryapsizmi? Al-Xorazmiyni bilar ekan. Assalomu alaykum. Al-Xorazmiyni bilasizmi? Merhaba. Matematikle uğraşıyordum. İbn Sina. İbn Sina. Evet, tıp insanı. Tıp insanı. Bizde babamız, biz Özbekmiz. Memnun oldum. Misafir olarak mı geldin? Ha, misafirimiz. Bizde babalarımızın heykelini koyupsizlar. Rahmat. Teşekkür. Sağ olun. Navoiyni haykali poyiga kelyapmiz-da. Bu yerda markazda katta qilib Navoiyni haykali o'rnatilgan. Biz bir paytlar Navoiyni haykali 3-4 ta shaharda bunyod qilinganini ko'rib maqtanardik-da, Navoiyga hurmat deb. Lekin davlatimiz rahbari mana shu ochiqlik siyosatini boshlaganidan beri dunyoni juda ko'p shaharlarda. Ochig'ini aytaman, men masalan hozir qancha shaharda Navoiyni haykali borligini bilmayman. Chunki juda ko'payib ketdi. Dunyoning eng katta shaharlarida, dunyoning eng katta davlatlarida Navoiyni haykali bor. Buyuk bobomizni haykalini ziyorat qilish bizga nasib qildi. Hammani oldida, nafaqat Turkiya, butun dunyoni oldida mana shunday g'ururlanib yuradigan davrga keldik-da. Bizning ajdodlarimizni shunday shaharlarning, markazlarning, butun bir davlatni yuragiga joylashtirib qo'yishi bu aslida bu hazilakam ish emas, bu juda ham katta ish, bu aslida juda katta siyosatning natijasi, bu siyosiy irodaning natijasi, bugungi do'stligimizning namunasi. Zo'r gap aytdingiz. Biz bugun o'zbek o'laroq, tolerant o'laroq davlat rahbarini ana shunday tinchlik diplomatiyasi sabab odamlarning yuragiga kirib boryapmiz-da, xalqlarning qalbiga kirib boryapmiz ki bizga mana shunday hurmat ramzi o'laroq katta bog' bunyod qilib qo'yibdi. Bu bir qismi bu. Yo'lda sar nariyog'ida Forobiy, Beruniy bobolarimizga o'rnatilgan, Ibn Sinoga o'rnatilgan haykallar bor-da. Buni har bir ko'rgan inson o'zbekning kimligini biladi. Turk tilida yozish mumkinligini isbotlab bergan daho sifatida qaraydi. Navoiyga qadar turkiy adabiyotda katta bir yuksalishlar kuzatilmagan. Turkiy dunyoni dunyoga tanitgan inson Hazrat Navoiy. Hozir mana biz buyuk ajdodimiz Al-Xorazmiyning algoritmi umuman dunyo tamadduniga qo'shgan hissasi haqida gapirdik. Bugun O'zbekistonning bir siyosiy algoritmining natijasi desak bo'ladi. Bobolar nevaralarini yetaklab ketyapti-da. Albatta ular so'raydi-da, bu kim deb so'raganida, hech bo'lmasa mana shu yozuvni o'qiganida u Hazrat Navoiy haqida tushunchaga ega bo'ladi. O'zbek kimligi haqida meni xursand qilgani Al-Xorazmiy bobomizni haykalining tagiga o'zbekistonlik deb
deb yozib qo'ygani juda ta'sirlantirdi-da. Shunday diyor borligini, uni shunday buyuklari borligini butun dunyo anglaydigan bir nuqtada turibmiz biz. Naziraxon, keling, mana shunday bir yuksak ruhiyatda biz Anqaradagi sayohatimizga yakun yasasak va Istanbulga qarab yo'l olsak. Albatta, biz Istanbul sari yo'l olar ekanmiz. Umuman turk xalqining O'zbekistonga bo'lgan intilishini, o'zbeklarga, ona yurtiga bo'lgan intilishini har gal, har qadamda his qilib ketaveramiz.